nimalarni buyurdik. U yem chiqaradigan. Hurmatli obunachilar, mana sizlarga bitta ajoyib lavha ko'rsataman. Mana mevalarni qarang, pishib, rosa to'kilib, yer bilan bitta bo'lib yotibdi. Buni sotganimizda sotdik. Qolganini mana teryapmiz, anaqalarga. Buni qo'ylarga ajoyib desertiga yemadan keyin beradigan salat qilib tayyorlashni ko'rsatib beraman sizlarga. Qaranglar. Ha, hurmatli obunachilar, mana bekor yerda to'kilib uvol bo'lib yotgan narsalar. Mana shunaqa nima qilyapmizki, mana Namangandan Volqonuz jamoasiga shu nimalarni buyurdik. U yem chiqaradigan, drablikasi xashay chiqaradigan. Mana unisi, mana meva-cheva, sabzavot, liboy turda toruz, qovun, so'zi deysizlar, nima bo'lsa, qo'yga salat qilib beradi. Hozir buni ishlash jarayonini ko'rsataman sizlarga. Endi buni olamiz, qo'yga nima kepa aralashtirib olib. Mana hurmatli obunachilarimiz, buni qarang. Mazza bo'lib chiqdi bu, mazza bo'ldi. Mana olma chiroyli qilib mana maydalab olindi. Endi bunga mana kepa, karmikuni qo'shamiz mana. Aralashtirib bu ham o'ziga yarasha hashaydan tashqari, yemlardan tashqari bu oziqa bo'ladi, vitamin g'ij-g'ij. Buni endi qo'ylarga beramiz hozir. Oldimi? Yana. Endi qo'ylarga mana tayyor bo'ldi. Qo'ylarga bu mana yemni yegandan keyin desertiga berilyapti mana. Uyim bilan otoqiga olib yerlar shunga yana. Ular maza qilib yeyishadi mana. Ana. Endi nima? Mayda olmadingmi? Yo'q.